Mana shu old sotuga chizilgan ikkita bir xil uyni planini tanishtiramiz. Ancha oldin qo'yishimiz kerak edi, shu videoni qo'ya olmadik. Ishlar ko'payib ketib qoldi. Darvozaxona bu yoqda bitta mashina joy qilingan. Mana bu yoq tomoni mehmonxona. Mehmonlar keladigan bo'lsa, uy asosiy uyga o'tmaydi. Shu to'zdan chiqarib olinadi. Bu yoq tomonni qo'l yuvishga alohida joy, hojatxonasi qilingan, hovli uchun. Bu yoqda yozgi oshxonamiz, tegida katernik bilan zina qilib qo'yganmiz, katernik xonasi. Bu yoq tomonni qishki oshxona, asosiy uy kiradigan joyimiz bu yoq tomonda. Uni hovlisi ham normalniy qo'ygan, bu yoqda kichkina fontanchalari bor. Kirganda men tambur, asosiy uy kirganda tambur. Oyoq kiyim-kechakni yechib turib bemalol kirsa bo'ladi. Kirib turib, chap tomonda oshxona bergan, yonida yozgi oshxonasi yonma-yon qilingan. Ya'ni ozgina kirganimizdan keyin ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz. Mana bu yoq tomon katta hol berganmiz. Holimiz ham kattagina bo'lgan. Yoniga veranda berganmiz. Yoz kunlari bemalol oilaviy shu stol o'tirib holni tomosha qiladigan sharoit qilingan. Hol yonida shundoq. To'g'rida zal berganmiz. Zalimiz ham kattagina berilgan. Orqa tomonda mana hovli ham qoldirganmiz. Tabiiy yorug'lik xonalik uchish uchun qilingan. Havo aylanish uchun. Yonida mana yotoqxonamiz, o'zining garderob, o'zining sanuzeli bilan, garderob yo'q, sanuzeli bilan, общий sanuzelimiz mana. Sanuzelni ham ko'rgan bo'lsangiz, kirgan qo'l yuvadigan joy alohida, ichkarida dusha, unitazi joylashgan. Xohlasa zo'r chiqqan bu planimiz. Xohlasa buni ikkinchi qavatini ko'rsatamiz. Mana ikkinchi qavatga chiqqanimizda bu yoqda bitta yotoqxona, mana bu yoqda bolalar yotoqxonasi berilgan. Bu yotoqni ochiq qoldirib olganmiz. Ya'ni birinchi qavat ko'rinadigan qilib ochiq qoldirilgan. Bu yoq tomonimizda mana qo'l yuvadigan joy alohida, sanuzel alohida qilingan, ajratilgan, общий qo'yilmagan. Bu yoq tomonda bitta yotoqxona, bu yoq tomonda ham bitta yotoqxona. Bu yotoqxonamiz o'zining garderob, sanuzeli ham bor. Ikkinchi qavat plani ham zo'r chiqqan, xudo xolasa. Kommentda fikringizni qoldiringlar. Shu planimiz yoqdimi sizlarga? Buning hali ikkinchi varianti bor. Ya'ni o'sha 3 ta variant bor. Ularni ham ko'rsataman. Ular ham zo'r chiqqan. Bizdan kuzatib turinglar. Loyihalarni qo'yishga harakat qilib turamiz. Hozir zakazlar ko'pligi uchun qo'ya olmay turibmiz. Qo'yishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.